Assalomu alaykum hammaga. Tulpor Energy'da germanskiy elektron velosiped so'raganlar uchun Profite 28 bo'qa razmerdagi elektron velosipedimiz keldi. Xudo xolisi. Elektron velosipedimizda hamma narsasi radnoy. Hozir bunga 36 volt 11 amper yangi batareyka terganmiz. Xudo xolisi 70 kilometrga yetadi. Bu assistent orqali harakatlanadi velosipedimiz. Bunda gaz ruchka bo'lmaydi. Velosipedimizda tablosi bor, skorisi. Hozir mana assistentni pedalni aylantirsa qo'shadi. Mana yarimta pedalni o'zi qo'shdi. Hop, orqasida 7 ta skorisi bo'ladi. Qo'lli, oyoqda tormozi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Holati yaxshi. Bu Germaniyadan o'zi rabochiy holatda kelgan, yangi emas, lekin holati yaxshiroq. Zo'ridan bormi deganlarga, xudo xolasa mana shuni narxini $450 deyapmiz, kelishamiz. Telegramdan aloqaga chiqsalaring, telefon qilsalaring. Sog' bo'linglar, bitta like bosib qo'yinglar.